Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda jiddiy. Bu barcha pensionerlar uchun ta'kidlanadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, sizni keraksiz jarima, pensiyani qaytarish talabi, sudlashuv yoki bank kartangizdagi pul yo'qolib qolishidan himoya qilish uchun aytyapman. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga ham tegishli. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik men bilmagan edim, menga hech kim tushuntirmagan. Mahallada hamma shunday qiladi deb o'ylaydi. Lekin qonun oldida bilmagan edim degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Men avval eng asosiy fikrni aniq aytib qo'yaman. Pensioner uchun eng katta taqiq bu pensiya yoki nafaqani olishda davlatga, pensiya jamg'armasiga, bankka, mahallaga yoki boshqa rasmiy idoralarga noto'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, boshqa odamning pensiyasini noqonuniy olish va hujjatlarni soxtalashtirishdir. Bu oddiy xato bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin oqibati juda og'ir bo'ladi. Ilgari ko'p ishlar qog'ozda yurardi. Ma'lumotlar bir idoradan ikkinchisiga tez yetib bormasdi. Masalan, odam ishga kirgan bo'lsa, manzilini o'zgartirgan bo'lsa, chet elga ketgan bo'lsa, vafot etgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, ba'zida bu ma'lumot kechikib aniqlanar edi. Shu sababli ortiqcha to'lovlar bo'lib ketgan holatlar uchrardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bank kartalari orqali harakatlar ko'rinadi. Soliq organlari bandlik, FSHDYO, notarius, migratsiya, tibbiy mehnat ekspertizasi kabi tizimlardan ma'lumotlar solishtirilishi mumkin. Ya'ni bugun bir joyda yashirilgan holat ertaga boshqa bazada ko'rinib qoladi. Men ko'p odamlarga shuni tushuntiraman. Hozirgi davrda hech kim bilmaydi degan fikr juda xavfli. Birinchi taqiq: vafot etgan pensionerning pensiyasini olish mumkin emas. Bu eng ko'p uchraydigan va eng og'ir oqibatga olib keladigan holatlardan biri. Masalan, ota yoki ona vafot etdi, lekin ularning bank kartasi farzandida qoldi. Kartaga keyingi oy ham pensiya tushdi. Farzand baribir otamning puli edi, daf marosimiga sarfladim, qarzlarimiz bor edi deb pulni yechib oldi. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Qonuniy tartibda odam vafot etgandan keyin unga pensiya to'lash to'xtatilishi kerak. Agar vafotdan keyin pensiya tushib qolsa, bu pulni o'zlashtirish mumkin emas. Bunday pul ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi talab qilinadi. Agar ataylab yashirilgan bo'lsa, yanada jiddiy javobgarlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Lekin aprel va may oylarida kartaga jami 2 million 400 ming so'm tushdi. Farzandi kartadan pulni oldi. Keyin FSHDYO ma'lumoti tizimga tushdi va ortiqcha to'lov aniqlandi. Natijada oila bu pulni qaytaradi. Ustiga ustak tushuntirish xati yozadi. Ayrim holatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham ma'lumot berilishi mumkin. Ikkinchi taqiq: pensiya kartasini begona odamga berib qo'yish, PIN kodni aytish, kartani garovga qo'yish yoki qarz evaziga topshirish. Men buni alohida ta'kidlayman. Karta sizning nomingizda bo'lsa, undagi har bir operatsiya sizga bog'liq bo'ladi. Ko'p pensionerlar o'g'lim olib beradi, qo'shnim yechib keladi. Do'konchi kartani ushlab turadi, oyma-oy qarzimni olib qoladi deb o'ylaydi. Ishonch yaxshi, lekin moliyaviy xavfsizlik bundan ham muhim. Hayotiy misol: onaxon pensiya kartasini nabirasiga berdi. Nabira bankomatdan 1 million 800 ming so'm yechish kerak edi. Lekin u qo'shimcha ravishda yana 700 ming so'm boshqa xarajatga ishlatdi. Onaxon keyin bankka borib pulim kam dedi. Bank esa operatsiya PIN kod bilan amalga oshirilganini ko'rsatadi. Isbotlash qiyinlashadi. Yana bir holat: pensioner qarzdor bo'lib, kartasini tanishiga berdi. Tanishi har oy pensiya tushishi bilan pulning katta qismini olib qo'ydi. Keyin pensioner o'zining do'risiga ham pul topa olmay qoldi. Shuning uchun men har doim aytaman: pensioner kartasi bu shaxsiy hujjat kabi himoyalanishi kerak. Uchinchi taqiq: hujjatlarni soxtalashtirish yoki noto'g'ri ma'lumot bilan pensiya miqdorini oshirishga urinish. Masalan, ish stajiga kirmaydigan davrni ishlaganman deb ko'rsatish, soxta ma'lumotnoma olib kelish, ish haqi haqidagi hujjatni o'zgartirish. Nogironlik bo'yicha noto'g'ri ma'lumot berish. Kimdir bir tanishim qilib beradi desa ham bu juda xavfli yo'l. Chunki hujjat bir marta tekshirilmasligi mumkin, lekin keyinchalik qayta tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha to'langan pensiya yillar bo'yicha hisoblanadi. Masalan,
Odamga pensiya 3 million so'm tayinlandi. Aslida hujjatlar to'g'ri bo'lganida 2 million 600 ming so'm chiqish kerak edi. Far oyiga 400 ming so'm. Agar bu holat 24 oy davom etsa, ortiqcha to'lov 9 million 600 ming so'm bo'ladi. Keyin men bu pulni sarflab bo'ldim degan gap yordam bermaydi. Davlat ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qiladi. 4-taqiq o'zgarishlarni yashirish. Pensiya masalasida ayrim o'zgarishlar albatta xabar qilinishi kerak. Masalan, yashash manzili o'zgarsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarsa, bank hisob varag'i o'zgarsa, nogironlik guruhi muddati tugasa yoki guruhi o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan, farzand o'qishini tugatsa yoki kunduzgi ta'limdan chiqib ketsa, vasiylik yoki homiylik holati o'zgarsa, bu ma'lumotlar yashirilmasligi kerak. Bu yerda ayniqsa talabalar masalasiga e'tibor bering. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, belgilangan yoshgacha pensiya olishi mumkin bo'ladi. Lekin u o'qishni tashlab yuborsa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, pensiya olish huquqi o'zgarishi mumkin, agar bu yashirilsa. Keyinchalik bir necha oy yoki bir necha yil uchun ortiqcha pul qaytarilishi talab qilinadi. 5-taqiq bir vaqtning o'zida bir xil asos bo'yicha noqonuniy to'lov olish. Ayrim odamlar menga bu idoradan ham, u idoradan ham pul tushsa, demak berishyapti deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlarda har bir pulning o'z asosi bor. Agar tizim xatosi bilan yoki eski ma'lumot sabab ortiqcha to'lov tushsa, uni olishga haqli bo'lib qolmaysiz. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Bankomatdan sizga adashib ortiqcha pul chiqsa ham, bu pul avtomatik ravishda sizniki bo'lib qolmaydi. Birinchi navbatda pensiya kartasi o'zida emas. Farzandi, kelini, nabirasi yoki qo'shnisida turgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Chunki siz kartani bergan bo'lsangiz, pul qayerga ketayotganini nazorat qilish qiyinlashadi. Men pensiyani o'zi boshqara olmaydigan keksalarni tushunaman. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Bankomatdan foydalana olmaydi. Navbatda turishi qiyin. Bunday holatda yordam beradigan ishonchli odam bo'lishi mumkin. Lekin bu yordam tartibli bo'lishi kerak. Pul yechilganda cheki saqlash. Qancha olinganini daftar qilib yozish, har oy hisob-kitob qilish kerak. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy hujjatlar juda muhim. Agar qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, vaqtida borish lozim. Keyin boraman, chaqirishsa boraman, o'zimni yomon his qilyapman deb kechiktirilsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar guruh bekor bo'lgan yoki o'zgargan bo'lsa, lekin eski miqdorda pul kelishda davom etsa, bu ham keyin muammo tug'diradi. Uchinchi toifa chet elga uzoq muddatga ketadigan pensionerlar. Har bir holatda tartibni aniqlashtirish kerak. Kimdir davolanishga ketadi, kimdir farzandinikiga boradi, kimdir doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chadi. Bu holatlar bir xil emas. Shuning uchun ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan, bankdan va kerak bo'lsa, konsullik tartiblardan ma'lumot olish lozim. Qo'shnim Rossiyaga ketib ham olayapti degan gap qonuniy maslahat emas. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bunda oiladagi har bir bola o'qish shakli, yosh, vasiylik holati, nikoh holati kabi masalalar muhim bo'lishi mumkin. Bir o'zgarish pensiya huquqiga ta'sir qilsa, uni yashirish keyinchalik qarzga aylanishi mumkin. Endi men odamlarda noto'g'ri vahima bo'lmasligi uchun ham aytaman. Oddiy yoshga doir pensioner qonuniy pensiyasini olayotgan bo'lsa, hujjatlari to'g'ri bo'lsa, vafot etgan odam nomidan pul olmayotgan bo'lsa, kartasini himoya qilayotgan bo'lsa, o'zgarishlarni vaqtida bildirayotgan bo'lsa, qo'rqishga asos yo'q. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Davlat belgilagan tartibda sizga tayinlangan pulni olishdan uyalish ham, qo'rqish ham kerak emas. Shuningdek, pensionerning ishlashi masalasida ham ko'pchilik chalkashadi. Har bir pensiya turi va har bir holatda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa, bu avtomatik ravishda taqiqlangan degani emas. Lekin ayrim nafaqa yoki qo'shimcha to'lovlarda daromad, bandlik yoki boshqa shartlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy gapga ishonmang. O'zingizning pensiya turini aniq biling. Eng muhim nozik jihat, pensionerning nomidan pul olish faqat qonuniy vakolat bilan bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Ishonchnoma notarius orqali yoki amaldagi tartibga muvofiq rasmiylashtirgan bo'lishi kerak. Shunchaki u mening onam, u mening otam. Hamma biladi degan gap bank yoki idora uchun yetarli hujjat emas. Yana bir nozik holat, pensioner tirik lekin og'ir kasal
hushsiz yotib qolgan. Bunday vaziyatda qarindoshlar ko'pincha kartadan pul yechib, dori-darmon, parvarish, oziq ovqatga sarflashadi. Maqsad yomon emas, lekin tartib bo'lmasa, keyin boshqa qarindoshlar o'rtada nizo chiqishi mumkin. Biri pulni o'zingga ishlatgansan deydi, boshqasi men ham merosxo'rman deydi. Shuning uchun xarajatlarni hujjatlashtirish kerak. Dori cheklari, shifoxona to'lovlari, parvarish xarajatlari yozuvlari saqlansin. Yana bir xavf, telefon orqali aldovlar. Pensionerlarga pensiyangiz oshadi, kartangizni tekshiramiz. SMS kodni ayting, sizga kompensatsiya tushadi deb qo'ng'iroq qilishadi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kodni, karta raqam bilan amal qilish muddatini, pin kodni aytmang. Bank xodimi ham pin kod so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi ham telefon orqali kartangizdagi maxfiy kodni so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. Ko'p uchraydigan yana bir xato, pensioner bank kartasini do'konchiga berib, pensiya tushganda qarzimni olib qolaverasiz deydi. Bu juda xavfli. Chunki qancha qarz borligi, qancha ushlab qolingani, qaysi kuni qancha pul yechilgani chalkashib ketadi. Agar qarz bo'lsa, alohida daftar qiling, imzo qo'ying, chek oling. Eng yaxshisi, kartani hech kimga bermang. To'lovni o'zingiz amalga oshiring yoki ishonchli farzandingiz nazoratida qiling. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, pasport yoki ID karta istir bo'lsa, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertizasi hujjatlari. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnomalar tartibli joyda tursin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'zingizga tegishli pensiya turi, miqdori va shartlarini aniqlashtiring. Savolni umumiy bermang. Men pensiya olaman, hammasi joyidami demang. Aniq so'rang. Mening pensiyam qaysi asosda tayinlangan? Qaysi holatlarda sizga xabar berishim kerak? Manzilim o'zgarsa nima qilaman? Chet elga ketsam tartib qanday? Ishga kirsam pensiyamga ta'sir qiladimi? Nogironlik qayta ko'rigi qachon? 3-qadam. Kartangizni himoya qiling. Pin kodni hech kimga aytmang. Kodni karta ustiga yozmang. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga bermang. Agar kartani yo'qotsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatib qo'ying. Agar begona operatsiya ko'rsangiz, bankka yozma ariza bering. Yaxshisi, bank ilovasidan foydalana oladigan ishonchli farzandingiz bo'lsa, faqat kuzatuv va yordam uchun jalb qiling, lekin maxfiy kodlarni tarqatmang. 4-qadam. O'zgarish bo'lsa, yozma ravishda xabar bering. Masalan, manzil o'zgardi, pasport almashdi, o'qish tugadi, nogironlik guruhi o'zgardi, pensioner vafot etdi, doimiy chet elga ketish rejalashtirildi. Bunday holatda og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Idoraga ariza topshiring. Qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Agar elektron tarzda yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. 5-qadam. Vafot holatida darhol tartibni bajaring. Yaqiningiz vafot etgan bo'lsa, FHDYO orqali o'lim guvohnomasi olinadi. Shundan keyin pensiya to'lovini to'xtatish va kerakli masalalarni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kartaga pul tushib qolsa, uni sarflamang. Avval idoradan aniqlashtiring. Dafn puli, meros qolgan mablag', bank hisobvarag'i bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu masalada o'zboshimchalik qilmang. 6-qadam. Agar sizga ortiqcha pensiya to'langanini bilib qolsangiz, yashirmang. Darhol pensiya jamg'armasiga boring va vaziyatni tushuntiring. Ko'p odamlar aytmasam, balki bilinmas deb o'ylaydi, lekin keyin summa kattalashadi. Bugun 300 ming so'm bo'lgan xato bir yilda 3.600.000 so'mga aylanadi. Erta murojaat qilsangiz, masalani tinchroq, reja asosida hal qilish imkoniyati bo'ladi. 7-qadam. Hech qachon pensiyangizni oshirib beraman degan odamga pul bermang. Pensiya miqdori tanish bilish bilan emas, hujjat, staj, ish haqi qonuniy asoslar bilan belgilanadi. Kimdir falon pul bersangiz staj qo'shib beramiz desa, bu sizni noqonuniy ishga tortishi mumkin. Natijada u odam yo'qoladi. Siz esa soxta hujjat yoki noto'g'ri ma'lumot uchun javob berib qolasiz. 8-qadam. Har oy pensiya tushumini tekshiring. Qancha tushdi, qachon tushdi, qancha yechildi, kim yechdi, nimaga sarflandi. Agar pensionerning o'zi yoza olmasa, farzandi daftar yuritsin. Bu oilaviy nizolarni ham kamaytiradi. Ayniqsa bir nechta farzand bo'lsa, ota-onaning pensiyasi bo'yicha shaffoflik juda muhim. Chunki ko'p janjallar kim qancha oldi degan savoldan boshlanadi.
Bugun men sizga eng muhim ogohlantirishni berdim. Pensionerlar uchun taqiqlangan eng xavfli ishlar bu noto'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odamning pensiyasini olish, kartani begonalarga topshirish, maxfiy kodlarni aytish va hujjatlarni soxtalashtirishdir. Pensiya qonuniy huquq, lekin uni olishda tartibga rioya qilish shart. Agar sizning hujjatlaringiz toza, ma'lumotlaringiz to'g'ri, kartangiz o'zingizda, o'zgarishlarni vaqtida bildirayotgan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Lekin biror noaniq holat bo'lsa kutmang. Pensiya jamg'armasiga, banka yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Yozma javob oling va hujjatlaringizni tartibga soling. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar ko'proq qaysi muammoga duch kelyapti? Karta bilan bog'liq muammomi, hujjat masalasimi, ortiqcha to'lovmi yoki pensiya miqdorini tushunmaslikmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner onangiz, qarindoshlaringiz yoki qo'shnilaringizga yuboring. Bitta vaqtida aytilgan maslahat odamni katta qarzdan, firibgarlikdan va keraksiz muammolardan saqlab qolishi mumkin.